Assalomu alaykum kanalimiz kuzatib boruvchilari. Navbatdagi obyektimiz ko'rishingiz mumkin. Andijon tumani Zelyoniy mostda joylashgan obyektimiz. Umumiy hisobda 120 kvadrat. Bu obyektimizga Montana mahsulotimizni mana shunday 3 xil svetdagi rangidan, sokol qismiga esa Mazaki sokolimizni mana shunday svetdan chiroyli qilib bitirib berdik. Bu obyektimiz umumiy hisobda 120 kvadratdan iborat. Ko'rishingiz mumkin. Bizim mahsulotlarimiz mo'shi hisoblanadi. Bemalol karchirlab ham yuvsangiz bo'laveradi. Mana shunday plitalar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Biz bu mahsulotlarni butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz va kimda kim ishlab chiqarishlikka qiziqadigan bo'lsa, mana shunday plitalarni bizda qoliplari mavjud. Qoliplarni ham ishlab chiqaramiz va 0 dan 100% gacha ishlab chiqarishni o'rgatib qo'yamiz. Sifatli mahsulot tanlashda adashmaysizlar. Originali bilan podelkasining farqi bor, razmerida, o'lchamida akalar. Bu obyektimizga 0 dan 100% gacha baho berib ketaverasizlar. Yo'qsa bitta like tugmasini bosib qo'yasizlar akalar.